Ben bir yana ablam Türkiye'de. Assalomualaikum domla. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tamommisizlar? Nechmisizlar? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Yaxshimisiz? Zafarbek, Nima domla? Ikrom ham yo'lda ekanlar hozir. Yo'ldaman dedilar, bir 5-10 minut manimcha kechikish bo'ladi. Shunga kvorum yetarli-ku, boshlab turaversak nima deysizlar? Xo'p, bo'ladi. Hozir 5-10 minutga yetib keladilar, xudo xolasa o'zlari ham yo'lda ekanlar. Ma'qul. Manimcha kvorum yetarli, hamma qatnashyapti, shundaymi? Qatnashib turamiz. Aha. Hurmatli assalomu alaykum yana bir bor, hurmatli kengash a'zolari. Bugungi ilmiy majlisda hamma qatnashyapti. Hozir raisimiz ham bir 5-10 daqiqa kechikib kelaman dedilar. Endi vaqtdan unumli foydalanish uchun hammamiz ham vaqtimiz qadrli bo'lgani uchun boshlab turaversak. Kvorum bor. Agar ma'qul desanglar bir kengashni ochish uchun vakolatimiz yetarli. Ochish bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Ochilsin. Ochilsin deganlar bir qo'l ko'tarib tasdiqlab bersangiz. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Kengash ochiq deb e'lon qilamiz. Bugun kun tartibida bitta masala edi o'zi. Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchi Allaberganova Komila Sobirjonovaning 03.00.06 zoologiya ixtisosligidan kireskuldoshlar qandalalarning biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishini himoyasi. Dissertatsiya ishi Urganch davlat universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar biologiya fanlari doktori professor Ganjayeva Lola Atanazarovna, rasmiy opponentlar biologiya fanlari doktori professor Mirzayeva Gulnora Said Arifovna, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi zoologiya instituti laboratoriya mudiri. Ikkinchi opponent
biologiya fanlari nomzodi dotsent Qo'chqarov Abduvahid Hakimovich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti zoologiya kafedrasi dotsenti. Yetakchi tashkilot Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti. Kun tartibidagi masalaga qo'shimchalar bormi? Yo'q. Qo'shimchalar bo'lmasa, kun tartibini ovozga qo'yamiz. Tarafdorlar dastlab berishingizni so'raymiz. Qarshi, betaraf yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Ruxsatingiz bilan kun tartibidagi birinchi masalani tashkiliy qismiga o'tsak. Dissertatning shaxsiy hujjatlari hamda ularning Oliy Attestatsiya Kengashi tomonidan belgilangan talablarga mos kelishi haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kotib, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim Matyaqub Zafarbek Sharipovichga beriladi. Marhamat, Zafarbek. Assalomu alaykum. Hurmatli rais ilmiy kengash a'zolari, talabkor Allabegim va Kamila Sabrjonovaning tegishli hujjatlar bilan tanishib, qisqacha ma'lumotnoma tayyorladim. Ruxsatlaringiz bilan shu ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirsam. Allabegim va Kamila Sabrjonova 1991-yil Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, 2 nafar farzandi bor. Ma'lumoti oliy. Mehnat faoliyati bo'yicha 2010-2014-yil Urganch davlat universitetining talabasi, 2014-2016-yil Urganch davlat universitetining magistri, 2016-2022-yil Urganch davlat universitetining biologiya kafedrasining o'qituvchisi, 2022-yil Sog'liqni va Urganch davlat universitetining biologiya kafedrasining o'qituvchisi, 2022-2025-yil Urganch davlat universitetining biologiya kafedrasining mustaqil ijrochisi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 21 ta ish chop etilgan. Ulardan O'zbekiston Respublikasining Oliy Attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan. Ilmiy nashrlarda 10 ta maqola, 1 ta xalqaro monografiya, jumladan 7 tasi respublika va 3 tasi xorijiy jurnallarda. Shuningdek, 10 ta tezis, xalqaro va maqolali anjumanlar to'plamlarida nashr etilgan. Allabegim va Kamila malaka imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan. Jumladan chet tili 76 ball, yaxshi, zoologiya 83 ball va yaxshi. Allabegim va Kamila Sabrjonovaning Kreskiloshlar kanallarning biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi dissertatsiyasi 2025-yil 17-may 5-savol bayonnomasi tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti biologiya kafedrasining ilmiy seminarida muhokama qilingan va O'zbekiston Respublikasining Fanlar akademiyasining Xorazm Ma'mun akademiyasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 02/07/2022 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarlar himoyaga tavsiya etilgan. Allabegim va Kamila Sabrjonovaning Kreskiloshlar kanallarining biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi dissertatsiyasi 2025-yil 3-iyundagi 12-savol bayonnoma O'zbekiston Respublikasining Fanlar akademiyasining mintaqaviy bo'limi Xorazm Ma'mun akademiyasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 02/30/07/2022 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan va himoyaga tavsiya etilgan. Allabegim va Kamila Sabrjonova tomonidan taqdim qilingan dissertatsiya ishi himoyasiga oid barcha hujjatlar rasmiylashtirilgan va ilmiy kengashga taqdim etilgan. Assalomu alaykum og'am. Qolgan joyini o'zingiz davom ettirasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat. Kalender Abdullah ya üzerime attım. Başka zaman başarı kayıt geldiler. Şu an yeter kaldırıldan mesela. Rahmet. Rahmat. Hürmetli ilmi kengash a'zolari, mana ilmiy kotibimiz Allabegim va Kamila Sabrjonovaning ma'lumotlari bilan to'liq tanishtirdi. Talabkorning hujjatlari yuzasidan ilmiy kotibga yoki talabkorning o'ziga savollar bormi? Yo'q. Evet, ma'lumot uchun qabul qilinsin degan taklif tushyapti. E'tirozlar bo'lmaydigan bo'lsa, kim ushbu taklifga rozi bo'lsa, olib berishdan so'rayman. Qarshi, betaraf yo'q. Rahmat. Endi keyingi bosqichga o'tsak,
dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, maqsadi, tadqiqot jarayonida olingan asosiy ilmiy xulosalar va ishlab chiqilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar to'g'risida ma'ruza qilishni so'z Allobergan va Kamila Sabirjonovnaga beriladi. Marhamat, Kamila, reglament 20 daqiqa yetadimi? Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari, hurmatli professor o'qituvchilar. Men Alloberganova Kamila Sabirjonova. Mening kriz yo'ldoshlar qandalalarini biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri, nurish, zoologiya ixtisosligi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish tayyorlagan dissertatsiya ishining taqdimotini e'tiborlaringizga taqdim etishimga ruxsat berishingizni so'rayman. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi. Dunyo miqyosida kuzatilayotgan ekologik o'zgarishlar hasharotlarning ekologik xususiyatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat yangi invaziv turlar paydo bo'lishiga, mavjud turlar yashash joylarining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli yarim qattiqqanotlilarning tabiiy va agroekotizmlardagi xilma-xilligini o'rganish, ularning faunaviy tarkibini aniqlash, biologik va ekologik xususiyatlarni individual tarzda tahlil qilish, populyatsiyalarga bevosita ta'sir qiluvchi omillarni baholash, zarar yetkazuvchi turlarga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Jumladan, Xorazm viloyati hududida kriz-yo'ldoshlar qandalalarini sistematik tahlili va biologiyasi to'liq o'rganilmagan. Shunga ko'ra, Markaziy Osiyo kriz-yo'ldoshlar qandalalarini biologiyasini chuqur o'rganish, tahlil qilish, kurash choralarini esa uyg'unlashgan usullarini ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish muhim ilmiy amaliy ahamiyatga ega. Muammoni o'rganilganlik darajasi yarim qattiqqanotlilarning faunistik tahlili bo'yicha xorijda Sud, Slayter, Panisi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida Plotnikov, Asanov va Iskakov, respublikamizda Hamrayev, Sharafuddinov, Tahirov, Musayev, Ganjayeva va boshqalar ishlarida o'z ifodasini topgan. Tadqiqotning maqsadi Xorazm viloyati kriz yo'ldoshlar oilasiga mansub agrobiotsinozda yarim qattiqqanotlilarning tur tarkibi ekologik va biologik xususiyatlarga haroratning ta'sirida o'zgarishini ilmiy nuqtai nazardan isbotlashdan iborat. Tadqiqotning vazifalari yovvoyi va madaniy kriz yo'ldoshlar oilasiga mansub ekinlarda uchraydigan yarim qattiqqanotlilarning taksonomik tahlil qilish, dominant vakillarini aniqlash, Eloderma maracandika va Eloderma wilkinsi turlarining bahorgi uyg'onish davrini, juftlashish, tuxum qo'yish davri, lichinka hamda imago davrlarini aniqlash, kriz yo'ldoshlar qandallalarining dominant vakillarini biologik va ekologik xususiyatlariga haroratning ta'sirini ilmiy asoslash, kriz yo'ldoshlar qandallalarining hayotida o'simliklarning ahamiyatini tahlil qilish hamda morfologik jihatdan o'xshash turni molekulyar genetik tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Madaniy kriz yo'ldoshlar oilasiga mansub o'simliklarda Eloderma maracandika, yovvoyi kriz yo'ldosh o'simliklarda esa Eloderma wilkinsi dominant tur sifatida isbotlangan. İlk bor Xorazm viloyati hududida individual tarzda Eloderma maracandika va Eloderma wilkinsi turlarining generatsiya davrlari aniqlangan. Kriz yo'ldoshlar qandalalarini dominant vakillarini biologik va ekologik xususiyatlarini harorat tarzida o'zgarishini ilmiy nuqtai nazardan to'liq o'rganilgan va ilmiy asoslangan. Kriz yo'ldoshlar qandallalarining generatsiya davrida o'simliklarning ahamiyatini ta'sir darajasi o'rganilgan va adaptiv tropik aloqasi aniqlangan. Morfologik jihatdan o'xshash bo'lgan tur, ya'ni Eloderma arnataning molekulyar genetik yondashuv asosida identifikatsiya qilingan. Kriz yo'ldoshlar qandallalarining namunalarini biz 2017-2024 yillarda Urganch tumani, Yangibozor, Qo'shko'pir, Xonqa, Xiva tumanlari fermer xo'jaligi dalalarida yildik va bevosita kuzatdik. Tadqiqot davomida bir qancha uslublardan foydalanildi. Jumladan, turlarni sistematik tahlil qilishda Krichenko, Bebionko va boshqalar kriz yo'ldoshlar
qandalalarning son dinamikasini aniqlashda Passolati metodikasi, kreskildoshlar qandalalarning avlodlar soni, shu jumladan ayrim avlodlarning rivojlanish davomiyligi Dobrovolskiy usulida, molekulyar genetik tahlil qilish Nensip va boshqalar, turli haroratlarda voyaga yetgan qandalalarning faolligi Mahotin usulida, kreskildoshlar qandalalarning rivojlanishiga haroratning ta'siri esa Kazanchikov usullarida o'rganildi. Xorazm viloyati hududida kreskildoshlar qandalalarning tur tarkibini sistematik tahlil qilganimizda, ular 2 ta katta oila, 4 ta oila, 5 ta kenja oila, 9 triba, 17 avlod va 5 ta kenja avlodga mansub 27 tur ekanligi qayd qilindi. Agrotsinovlarda aniqlangan qandalalarning tarqalishini ustunlik jihatidan tahlil qilganimizda, eng ko'p qandalalar soni Pentatomidae oilasiga mansub ekanligi, jumladan dominant turlar 2 ta, subdominantlar 2 ta, ko'p tarqalganlar 14 ta, kamyob turlar esa 9 tani tashkil qildi. Xorazm viloyati hududida kreskildoshlar qandalalarini bioekologik xususiyatlariga haroratning ta'sirini ilmiy asoslagan holda o'rganish uchun kreskildosh ekinlarda dominant tur bo'lgan, ya'ni xo'jalik ahamiyati muhim bo'lgan 2 tur tanlab olindi. Bular Erythrema marakandica va Erythrema wilkinsi. Qandalalarning bahorgi uyg'onish davri havo harorati o'rtacha 10 gradusdan yuqori bo'lganda Erythrema marakandica, 11 gradusdan yuqori bo'lganda esa Erythrema wilkinsi dalada paydo bo'ldi. Dalada birinchi uchrashi Erythrema marakandicada aprel martning 3-dekadasida kuzatilgan bo'lsa, Erythrema wilkinsida esa aprel oyining 1-dekadasida. Ikkala turda ham ommaviy uchish esa aprel oyining 3-dekadasida kuzatildi. Va bundan xulosa qiladigan bo'lsak, ikkala tur uchun 2017-yil eng erta uchish, 2018-yil esa eng kech uchish deb qayd qilindi. Qandallar odatda bahorgi juftlashishdan so'ng ommaviy uchishdan keyin 2-9 kundan keyin ularda juftlashish sodir bo'ladi. Erythrema marakandica turi uchun havo harorati o'rtacha 17 gradusda, Erythrema wilkinsi turi uchun esa havo harorati o'rtacha 17 gradusdan yuqori bo'lganda kuzatildi. Juftlashgandan 2-3 kundan keyin ularda tuxum qo'yish sodir bo'ladi. Ya'ni Erythrema marakandica turida tuxum qo'yish 19 gradusdan yuqori bo'lganda, Erythrema wilkinsi turida esa 20 gradusdan yuqori bo'lganda kuzatildi. Avlodlar kesimida qandalalarning serpishlik darajasini dala sharoitida o'rganganimizda, ikkala turda ham serpishlik ishlagan avlodlarda kuzatilib, ikkala turning ichida Erythrema marakandica serpishlik bo'yicha ustunlikka ega, ya'ni tuxumlar soni bunda 294 tani, Erythrema wilkinsida esa 246 tani tashkil qildi. Ikkala turda ham 3-avlod nasl bermaganligi va eng kam serpishlik 2-avlodda kuzatildi. Kreskildosh qandalalar tuxumlarning embrional rivojlanishi davomiyligi va tuxumlarning nobud bo'lishini laboratoriya sharoitida o'rganganimizda, rivojlanish davomiyligining qisqa bo'lishi va tuxumlarning yashovchanligining yuqori bo'lishi, Erythrema marakandica turida havo harorati o'rtacha 25-30 gradusda, Erythrema wilkinsida esa faqat 30 gradusda kuzatildi. Havo haroratining ko'tarilishi, ya'ni 34,5 gradusda ikkala turda ham rivojlanish davomiyligi, ya'ni kun hisobida unchalik katta bo'lmagan o'zgarish kuzatilmadi, ammo tuxumlarning nobud bo'lish foizi yuqori natijalarga olib keldi. Shuning uchun ham haroratning bu ko'rsatkichi embrional rivojlanishning yuqoriga chegarasi deb qabul qilindi. Havo haroratining pasayishi, ya'ni 17 gradusda rivojlanish davomiyligi ikkala turda ham kun hisobini uzayishiga olib keldi va 13,5 havo haroratini o'rtacha 13,5 da embrional rivojlanish davom qilmaganligi va mavjud tuxumlarning 100% nobud bo'lganligini hisobga olib, embrional rivojlanishning eng pastki chegarasi aynan shu 13,5 harorat deb qabul qilindi.
Xorazm viloyati hududida kreskildoshlar qandarli lichenkalarini paydo bo'lishi kalendar muddatlari yillar bo'yicha keskin bir-biridan farq qiladi. Ommaviy uchishdan lichenkani paydo bo'lishigacha Euriderma marokandika turi uchun o'rtacha 23 kun kerak bo'ladi. Euriderma wilkinsi uchun esa o'rtacha 24 kunni tashkil qiladi. Dastlab Euriderma marokandika lichenkalari tuxumdan chiqadi. Bundan keyin esa Euriderma wilkinsiniki. Ya'ni bu faollik turli harorat minimumlari bilan bog'liq ekanligi tajribalarimizda isbotlandi. Va ikkala tur uchun ham eng erta lichenkalar 2018-yilda, eng kech lichenkalar esa 2022-yilda chiqqanligi qayd qilindi. Kreskildosh qandarlar lichenkalarining rivojlanishi va yashovchanligini laboratoriya sharoitida o'rganganimizda Euriderma marokandika va Euriderma wilkinsi turlarining lichenkalari uchun eng qulay harorat bu havo haroratining o'rtacha 30-32 gradusgacha bo'lgan holda kuzatildi. Bunda lichenkalarning rivojlanishi qisqa muddatda va yashovchanligi esa 60-75% ni tashkil qildi. Optimal haroratdan uzoqlashgan sari, ya'ni havo haroratining ko'tarilishi yoki havo haroratining 20 gradusdan pasayishi, ularning rivojlanish davomiyligi kun hisobida uzayishiga va tuxumlarning nobud bo'lishiga olib keldi. Doimiy haroratlarda kreskildosh qandarlar lichenkasi rivojlanishini laboratoriya sharoitida kuzatganimizda, ya'ni havo harorati 30 gradusda eng qisqa yosh bo'yicha davomiylik bu 1 yoshga to'g'ri keldi. Eng uzoq davom etgan yosh davri esa bularni 5-yosh davri, ya'ni 6,3-6,5% tashkil qildi. Yashovchanlik esa 100% ga ega bo'ldi. Yashovchanligi bo'yicha lichenkalarni yoshni o'rganganimizda eng yuqori ko'rsatkich 5 yoshli lichenkalarda, eng past ko'rsatkich esa 2 yoshli lichenkalarga mansub ekanligi qayd qilindi. Aynan bu sharoitda havo harorati o'rtacha 24,12 gradusda va nisbiy namlik 45% ni tashkil qilganda natija olindi. Kreskildosh qandarlar imagalarini hayot davomiyligi va serpushligini laboratoriya sharoitida kuzatganimizda, ya'ni hayot davomiyligining erkak va urg'ochi qandalalar o'rtasida top davom etishi, hamda bitta urg'ochiga to'g'ri keladigan tuxumlar sonining yuqori bo'lishi, Euriderma marokandika turida havo harorati 22-28 graduslarda, Euriderma wilkinsi turida esa havo harorati o'rtacha 22-28-30 graduslarda kuzatildi. Havo haroratining ko'tarilishi, ya'ni jinsiy yetilish tezligiga ijobiy ta'sir qilganligini ko'rishimiz mumkin, ammo tuxum qo'yuvchi urg'ochilarning sonining kamayishiga olib keldi. Havo haroratining pasayishi bitta urg'ochiga to'g'ri keladigan tuxumlar sonining kamayishiga, ya'ni 6-12 tani tashkil qilishni olib keldi hamda bekush urg'ochilarning ko'payishiga sababchi bo'ldi. Bunda urg'ochilarning jinsiy yetilishiga kun hisobini uzaydi, ya'ni 22-24 kunni tashkil qildi. Xorazm viloyati sharoitida kreskildosh qandarlar imagalarini hayot davomiyligini kuzatganimizda, ikkala turda ham qishlagan avlod imagalari uzoq hayot davomiyligini hosil qilganligi va shu bilan birga erkak qandalalarga nisbatan urg'ochi qandalalarni uzoq umr ko'rganligini tajribalarimizda aniqlandi. Shu bilan birgalikda eng qisqa hayot davomiyligini namoyon qilgan bu ikkinchi avlod qandala imagalariga tegishli ekanligi qayd qilindi. Qandala imagalarining serpushligi va hayot davomiyligi haroratdan tashqari oziqa o'simliklar ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bitta urg'ochiga to'g'ri keladigan tuxumlar sonining yuqori bo'lishi, hayot davomiyligini erkak va urg'ochi qandalalar o'rtasida uzoq davom etishi, aynan Euriderma marokandika turini kreskildoshlar oilasiga mansub madaniy vakil o'simliklar bilan oziqlantirganimizda, ya'ni karam, rediska, yer qalampir bilan oziqlantirganimizda, ularda tuxumlar sonining ko'p bo'lganligini
tajribalarimizda qayd qilindi. Evroderma Wilkinsi turida esa kreskyo'ldoshlar oilasiga mansub yovvoyi vakil o'simligi, ya'ni kloponik, tumbosh o'simligi bilan oziqlantirganimizda tuxumlar soni 224 dana tashkil etganligi laboratoriya sharoitidagi tajribalarimizda qayd qilindi. Yovvoyi kreskyo'ldoshlarda qandalalar son dinamikasini o'rganganimizda Evroderma marakandica turida may oxirida faqat bitta rivojlanish cho'qqisini namoyon qildi. Evroderma Wilkinsi turida esa ikkita rivojlanish cho'qqisiga ega bo'ldi. Ya'ni bunda birinchi rivojlanish cho'qqisida havo harorati 20,5 gradusni va nisbiy namlik 35% ni tashkil qilgan bo'lsa, ikkinchi rivojlanish cho'qqisida esa nisbiy namlik 46% ni tashkil qilgan. Ya'ni 100 ta o'simlikda 800 bitta Evroderma Wilkinsi, 100 ta o'simlikda esa 500 ta Evroderma marakandica qandalalari qayd qilindi. Kreskyo'ldosh qandalalarni madaniy vakil, ya'ni karam o'simligida miqdor dinamikasini o'rganganimizda havo harorati 24 gradusda va nisbiy namlik 39% ni tashkil qilganda Evroderma marakandicada maksimum cho'qqi, ya'ni 100 ta o'simlikda 820 ta qandala imagasi iyul oyining birinchi dekadasiga to'g'ri keldi. Evroderma Wilkinsida esa 100 ta o'simlikda 350 ta qandala imagasi qayd qilindi. Bu iyul oyining ikkinchi dekadasiga to'g'ri keldi. Ikkala turda ham maksimumdan ozgina pasayish kuzatiladi. Keyin avgust oyining 3-dekadasida Evroderma marakandica, sentyabr oyining 1-dekadasida esa Evroderma Wilkinsi ikkinchi cho'qqini namoyon qiladi. Ya'ni qandalalar sonining bunday o'zgarishi erta pishar karam hosilini yig'ilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Keyinchalik qandalalarning rivojlanish son dinamikasi kechki karamda davom qiladi. Va bundan xulosa qiladigan bo'lsak, Evroderma Wilkinsi kreskyo'ldoshlar oilasining madaniy vakillarida dominantlikni qo'lga kiritmay, 70% dominantlik Evroderma marakandicaga tegishli ekanligi qayd qilindi. Va bosh karam mahsulotining sifatini buzilishiga ham Evroderma marakandica sababchi ekanligi isbotlandi. Tajribalarimiz davomida 9 ta namunamizda morfologik jihatdan o'xshash, ammo ustidagi qizil va qora dog'lari bilan farq qiluvchi namunalar uchradi. Aynan bu namunalarimiz qaysi turga mansubligini aniqlash biz tomimizdan qiyinchilik tug'dirdi va shu sababli molekulyar genetik analiz qilib, aynan bu tur Evroderma ornataga tegishli ekanligi hamda milliy geoinformatik axborotlar bazasiga, INSIBAga joylashtirildi va ma'lumotnoma qo'lga kiritildi. Sıcağına ilmi kengeç ardalarına belki aktariyetler tartışmalarından kulasalar var, tanışıp tutulgan kulasalar var. Çünkü kulasalarını ayıtış şartlarlar. Eğer başka animalarını şartını kılmak olsaydı, mesela ameli tavsiyelerden ayıtılıp çizmişim. Tavsiyeler var ne var peki? Karam agrabiatsinozida zararli qandalalarning rivojlanish sikllarini o'rganishda ularning mavsumiy dinamikasini hisobga olish zarur. Ularning yoppasiga ko'payishini oldini olish uchun muttasil ravishda zararkunanda turlar va entomofaglarning miqdor zichligini mavsumiy uchirishni hisobga olib chiqish, qiyosiy tahlil etish va xulosalar borish zarur. Ikkinchi, mavsum boshlanishida qandalalarning dalada paydo bo'lish davrida ularni dastlabki hisobga olish fevral oyining oxiri, mart oyining birinchi 5 kunligida havo harorati o'rtacha 25 gradusga ko'tarilganda amalga oshirish zarur va dalaning 4 tomonidan erkin tanlab olingan 20 cm moldada lichinkalarning miqdori hisobga olinishi kerak hamda zararkunandalarning mavsumiy xavflilik darajasi bashorat qilinishi kerak. Qandalalarga qarshi kurashda ekologik jihatdan zararsiz
kam ta'sir qiluvchi kimyoviy preparatlardan foydalanib, atrof muhitni pestitsidlar bilan ifloslanishni oldini olish mumkin. Agrotsemozlarda zararli qandarlar sonini tartibga solish uchun asosan agrotexnik va profilaktik choralarni qo'llash tavsiya qilinadi. Bu ma'lumotnomalarni bo'ldi. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertant o'z vazifasini tugatdi. Endi savol-javoblarga o'tamiz. Marhamat, kimda qanaqa savollar bor? Manzura, marhamat. Savolim shunday aytadi. Nima uchun aynan kres yo'ldoshlar oilasi talabalarni o'rgangansiz? Nima aytdi? Kim dedi? Savol tushunarli? Rahmat ustoz, savolingiz uchun. Ruxsat bersangiz javob bersin. Aynan kres yo'ldoshlar oilasiga mansub madaniy va yovvoyi vakillarda bu ikki tur ko'tarik ahamiyatga ega, ya'ni zaminda zarar yetkazadi. Shuning uchun ham aynan shu turlarni tanlab o'rganganmiz. Marhamat. Tadqiqot o'rgangan ikkala turni qanday qilib tuxumlarni bir-biridan farqlash? Rahmat ustoz, savolingiz uchun. Evriderma maragandika turi tuxumlarini ikki qator qilib 6 tadan qo'yadi. 12 ta tuxumni. Evriderma wilkins esa uzum tuxumlarini shaxmat taxtasini o'xshash qilib qo'yadi. Bundan tashqari rangi bo'yicha ham farqladi. Evriderma maragandikada to'q rangda bo'ladi tuxumlari. Evriderma wilkinsiniki esa och pushti rangda bo'ladi va tuxumdan lichinka chiqish paytigacha rangi o'zgarmaydi. Evriderma wilkinsiniki. Evriderma maragandikada tuxumdan lichinkani chiqish vaqtida tuxumlari och kul rangdan ochroq rangga qarab o'zgarib boradi. Manzura, javoblar qanday? Bormi yana savol? Rahmat. Bormi yoki kimda bor savol? Ilhom aka, marhamat. Assalomu alaykum yana bir marta. Mani savolim siz o'rgangan Xorazm viloyati hududida kres yo'ldoshlarni nechta vakili bor ekan va siz tadqiqotlaringizda shularni qaysilarini qamrab oldingiz tadqiqotlaringizda? Rahmat ustoz, savolingiz uchun. Kres yo'ldoshlar qandalalarini Xorazm viloyati hududida 20 tur qandala aniqlandi. Aynan shu oilada zarar yetkazuvchi va 22 turning ichidan 2 tur qandalarimiz boshqa turlarga nisbatan ustunlikka ega bo'ldi. Shuning uchun faqat 2 ta turni alohida ajratib o'rgandik. Yo'q, kres yo'ldoshlar masalan karam, rediska yana qaysi nechta nimada o'rgandingiz shuni so'rayapman. Rahmat ustoz, savolingiz uchun. Kres yo'ldoshlar oilasiga mansub madaniy vakillardan karam, rediska, yer qalampirda, yovvoyi vakillaridan esa asosan begona otlardan ipotnik bo'yavliklarda hamda tuldosh o'simligi klopovnikda o'rgandik. Ilhom aka, javob qanday? Qoniqarli yana bitta savol mumkinmi? Marhamat. Molekulyar genetik tahlillar to'g'risida juda qisqa gapirdingiz. Bu tahlillar qanaqa tadqiqotlar olib borildi? Qayerda olib borildi? Shu to'g'risida bir ma'lumot bersangiz kengroq qilib. Rahmat ustoz, savolingiz uchun. Molekulyar genetik tahlillar zoologiya institutida olib borildi. Sequence materiallar esa Moskva davlat universitetida amalga oshirildi. Ya'ni biza 9 ta namunani morfologik jihatdan o'xshash bo'lganligi uchun va buni qaysi turga mansub ekanligini aniqlab bilmaganimizdan keyin 9 ta namunamizni zoologiya institutiga yuborganmiz.
Tushunarli, rahmat. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, Islombek Muratboyevich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Menda bitta savol bor edi. Endi hozir bayonotingizni tingladik. Juda yaxshi. Siz ko'pincha abiotik omillar haqida aytib o'tdingiz. Endi bu qandallarga ta'sir qiluvchi, bular bilan oziqlanuvchi, bularning ko'payishiga ta'sir qiluvchi biotik omillar, ya'ni qanday hayvon turlari bor, bularning tabiiy dushmani. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Asosan obyektlarni maqsad qilib olganmiz. Ya'ni ularni dushmanlari mavjud. Tirsoq hisoblanadi, lekin ularni dushmanlarini o'rganish maqsadimizda yo'q. Keyingi ishlarimizda buni inobatga olganmiz. Ya'ni ular zarar kundalarni ham o'rganishni. Islombek, javob qaniqarlimi? Jo'ya bir savol bersam bo'ladimi? Endi biz bilamiz, abiotik ta'sirlar deb atırız, iqlim o'zgaruvi hozir keyingi vaqtlarda anomal isishlar bo'lib o'tiribdi. Bizning umuman Qoraqalpog'iston, Xorazm territoriyalari bilamiz issiq regionlarga kiradi. Bu issiq anomal darajalari yildan yilga kuchayib o'tiribdi. Endi bu qandalar turlari bundan oldingi 20-30 yil oldinga qaraganda turlar soni ko'payib o'tirmi? Yemasa azayib o'tirmi? So'rov. Kabila, tushunarli savol. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Ya'ni hozirgi iqlim sharoitiga moslashgan holda o'zini namoyon qilyapti, ko'payapti. Ya'ni ana shu aynan shu Xorazm viloyati iqlim sharoitiga moslashgan holda yangi invaziv turlar paydo bo'lib, ikki tur asosan shu dominant turni egallab turibdi. Ya'ni generatsiya davrlarida har bir yuzaga keladigan harorata lichenkalik, imagalik yoki bo'lmasa ana shu lichenkalikning 5 yosh davrida ham yildan yilga harorata moslashgan holda namoyon bo'lyaptilar. Ya'ni bu tajribalarimizda isbotlandi. Tajribalarimiz 2017 dan 2024-yilgacha bo'lgan yillar kesimida bir-biriga taqqoslagan holda o'rganganimizda buni isbotini ko'rdik. Rahmat barchaga. Rahmat Islombek. Marhamat, kimda savollar bor yana? Menda ham savol bor edi, Ikrom aka. Qalandar Abdullayev, marhamat. Komila Saburjonovna, siz mana Kres Guldoshlar oilasining qandalalari to'g'risida gapiryapsiz. Qaysi Kres Guldoshlar, masalan, ko'proq hozir rasmlarda ko'rdik. Karamni misolda ko'p ko'rsatdingiz qandalari. Balkim qaysidir navlari shunga chidamlidir. Bu navlar bo'yicha ham ko'rdingizmi, qaysi navlar chidamli ekanligini? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Ruxsat bersangiz javob bersam. Ya'ni Kres Guldoshlar qandallardan Iriderma marokandika va Wilkinsi dastlab qishlagan avlodlari dalada karamni erta barcha 3 navida ham ya'ni zarar yetkazganligini kuzatdik. Erta pishar navi, o'rta pishar hamda kech pishar navlarida barchasida ya'ni zarar ko'rsatib o'tdi. Ya'ni shuning uchun ham amaliy tavsiyalarimizda agrotexnik profilaktik choralarni qo'llashni tavsiya qilganmiz. Iloji boricha ya'ni dalada ana shu karamdan qoladigan qoldiqlarini qoldirmasdan yig'ib olganlik maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki qolib ketgan karam qoldiqlari ichida yana qishlab qolib, keyingi urug' karam hosil bo'lgandan o'zini hayot faoliyatini davom qildirib turibdi. Navining ahamiyati yo'qmi? Yo'q, navining ahamiyati rol o'ynamadi bizada. Xo'p. Endi yana bir savol mumkinmi, rais? Marhamat. Qalandar Abdullayev. Mana Kres Guldoshlar ko'p o'simliklarda Kres Guldoshlar
aynan qaysidir uchun spesifik bo'lgan turlar bormikan qandalarda? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Kres yo'ldoshlarni demak yovvoyi vakili hisoblangan klopovnik uchun Evroderma marokandika aynan faqat shu maxsus shu o'simlik shu tur shu o'simlikda serpishligan shu o'simlikni yeganda hayot davomiyligi ham uzoq davom etdi. Marokandika esa karam, rediska va yer qalampir bilan oziqlanganda barcha generatsiya davrlari va hayotiy davomiyligi ham uzoq davom etdi. Qanaqadirlar javob qildim? Mana qoldi, rahmat. Rahmat. Marhamat. Marhamat. Bu hafta referatdan savol beryapman. Tadqiqotni vazifalarida qo'yishdan birinchi yovvoyi madaniy kres yo'ldoshlar oilasiga mansub ekinlarda uchraydigan yarim qanotlarni taksonomik tahlil qilish va dominant vakillarni aniqlash deyilgan. Keyin ikkinchi sırası arkada berilgan Erythema marokandika va Erythema wilkinsoni deb ketyapti. Al dominantligi aniqlanmagan, arkada lekin dominant deb qo'yibsiz. Sırası şunu türlerini bafalarga uyg'onish davrini, juftlashish, tuxum qo'yish davrini, lichinka hamda imog davrlarini aniqlash deyilgan. Al siz dominantlarni aniqlamayın, bunun iki turni belirleyeceksiniz. Ne sebep buna? Bu birinci savol. İkinci savol, surek kalan girizipsiz da, lekin cedvelde yok. Bir de cedvelde yine belirleyen bir yok var. İlkotnik, B'de başkerem, ulukkerem, klaponik, mekkecokları, şimdi bu kres yurdaşlara girmeydik olan redisken vergi, kazaklı, örneği yıkan. Lekin arkada cevap veriyorsunuz, şunun izinde surek kanadan yani Brück ve Surek vergilerine azıcık en past yaşamçılık ve sekin rivojlanish bo'ladi. Yine şu narsaning izinde Wilkinsida Klaponik, urug'lik rediska, kara, surepka va shalg'om barglari shalg'om ham yo'q edi jadvalda. Nishki izohlab berasiz shunday savollar. Javob bo'ldi. Savol. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Kres yo'ldoshlar qandallarning ichida ya'ni 27 turning ichida ikki tur ustunlik qilganlik uchun dominant tur vakil sifatida olganmiz. Erythema marokandika va wilkinsini. Eldinden koyarsan eldinden. Bu siz öyle başında tutursunuz dominant türlerini anıklaş, tahlil kılış ve dominant türlerini anıklaş. Anıklamayın bunu vazifada siz onu koyup koyarsanız iki türlü. Arkadaş iki tür dominant tek koyarsa nerede? İlmi gerekinde. Şunun için eldide koyduğunuzda vazifada proslarını taşlayıp geçse bu mümkün. Eldinden giriz böyle yazıda toplanıyor. Bunun şu o'rgangan tadqiqotimizda agrobiyotimizda ustunlik qilganlik uchun shuni kiritib o'tib ketganmiz. Ya'ni jadvalda boshqa o'simliklarni kiritmaganligimiz sababi, ya'ni taqqoslagan holda, umumiy holda berib qo'yamiz. Jadvalda faqat qaysi o'simliklarda yashovchanlik yuqori yoki serqushlikda bo'ladigan o'zgarishlarni berib qo'yamiz. Qolgan matndagi o'simliklar esa taqqoslagan holda avtoreferatda kiritilgan. Dissertatsiya ishida jadvalimizda bor. Jadvalda boshqa o'simliklar bilan qaralgan. Spotnik sur'atlar, va Ularga javoblar berdim. Marhamat, kimda savollar bor? Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Savol shunday iboratki, Erythema marokandika bilan Erythema wilkinsoni turlarini modifikatsiya qilinmadi. Nima uchun aynan o'sha Erythema annatani identifikatsiya qilamizda? Birinchi savolim.
İkinci savolim madaniy kriz yoshlar o'smirliklarida kriz yoshlar kanallarning son dinamikasi bor-ku. Shu son dinamikasini kimni metodikasidan qo'llanasizlar. Shuni tushuntirib bersangiz. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Aynan Euroterma Marakantika va Wilkinsi turlari bular modifikatsiya qilingan. Euroterma Arnata turiniki qilmaganligi uchun aynan shu turni qilganmiz. Ya'ni namunalarimizda aniqlanganligi uchun qaysi turlarimizni ichida eng ko'p qiyinchilik, ya'ni ularni qaysi turga mansub ekanligini ajratishda qiyinchilik tug'dirgani uchun aynan shu turni tanlaganmiz. İkinci savol esa javobim son dinamikasi yovvoyi va madaniy kriz yo'ldoshlarda asosan Pisulati metodikasi asosida amalga oshirildi. Ya'ni bunda kriz yo'ldoshlar qandallalarining imagalari yarim metrlik bankaga har tur qandaladan 50 tadadan solinib, ularning demak karam barglari agar Marakantika bo'lsa karam barglari bilan, Wilkinsi bo'lsa esa tunbosh o'simligi bilan oziqlantirdik. Bankalar tagiga filtr qog'oz solib qo'ydik, ya'ni suyuq o'zlaridan suyuq eksterlar ajratadi. Mana shu eksterlarni olib bankalar ya'ni ho'l holatda qolmasligini ta'minlash uchun. Javob qildim. Rahmat. Marhamat. Bormi emas? Javob aytmayman. Siz o'rgangan kanallar mana shu karam yoki kriz yo'ldoshlar oilasini qaysi vegetatsiya davrida ko'proq zarar yetkazadi? Keyingi savolim shu, siz aytib o'tdingiz, ikkinchi avlod bergan vaqtimda nasl soni kam bo'ladi deb aytib o'tdingiz. Nima uchun shu soni kamayishini sababi nima? Rahmat. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Birinchi savolingizga javob berabilsam, aynan barglari bilan oziqlanadi o'simlikning yovvoyi va madaniy kriz yo'ldoshlarini, lekin ikkinchi avloddan boshlab, ya'ni generativ organlari paydo bo'lgandan keyin gullagan novdalari bilan oziqlanganligi ham tajribalarimizda aniqlandi. Lekin ikkinchi avlod paydo bo'lib, hozir ishlagan avlod bor vaqtda faqat barglar bilan oziqlandi. Ikkinchi savolingizga javob berabilsam, ikkinchi avlodni, ya'ni serpishlik darajasi, tuxumlar sonining kam bo'lishidan sabab ikkinchi avlodni paydo bo'lishi eng jazirama issiqqa to'g'ri keladi. Ya'ni bu iyul oyining 3-dekadasi va avgust oyining 1-2 dekadalari bo'ladi. Shuning uchun ham issiq ob-havo sharoiti, ya'ni noqulay ob-havo sharoiti bo'lganligi uchun serpishlik pasayib ketadi. Bakalım. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, menimcha savollar yetarli. Yetarli. Rahmat. O'tirishga ruxsat beramiz. Hurmatli kengash a'zolari, dissertantning ilmiy rahbari biologiya fanlari doktori professor Ganjayeva Lola Atanazarovna o'tiribdilar. Lola Atanazarovna tomonidan yozma xulosa mavjud. Lola Atanazarovna yozma xulosa bilan cheklanasizmi yoki qo'shimcha qilasizmi? Rahmat. Endi keyingi bosqichga o'tsak, mas'ul dissertatsiya ishiga ilmiy seminarning xulosalari, yetakchi tashkilotning takrizi, dissertatsiya va dissertatsiya avtoritarati bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan takrizlar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotib Majakov Zafarbek Sharipovichga beriladi. Marhamat. Allah bergan Kamila Sabajonovning kriz yo'ldoshlar kanallarining biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorati dissertatsiyasida avtoriga kelgan takliflar bilan tanishtirsam. Birinchi Abdurahim Berim nomidagi Urganch universitetining tabiiy va qishloq xo'jaligi fakulteti
Ümit Kengaşımız 2025 yıl 17. May'daki 5. sağlık beyanlaması. Taklitçiler. Biyoloji yaparlar felsefe doktoru Daten Bekçanova icabi. Biyoloji yaparlar felsefe doktoru Ketlemir Hadım Metakubor icabi. Keyingi Xorazm Akademiyasi huzuridagi PhD Universitet Grup 3007 2022 14901 raqamli ilmiy kengash qarshiligi ilmiy seminarning 12 sonli majlisining 2025 yil 3 iyuldagi beyannamasi taklifchilar biologiya fanlari falsafa doktori Ketlemir Hadim Musayev ijobiy biologiya fanlari falsafa doktori dotsent Avazbekova ijobiy yetakchi tashkilot Qoraqalpoq davlat universitetining biologiya fakulteti umumiy biologiya va fiziologiya kafedrasining kengaytirilgan ilmiy seminarining 2025 yil 13 sentyabrdagi 8 sonli beyannamasi taqdirchi biologiya fanlari falsafa doktori dotsent Samandarov bildirgan kamchiliklari birinchi dissertatsiya ishida tadqiqot ishlari ekologik omillarning harorat va namlik ko'rsatkichlari bilan birga solishtirib o'rganilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchi, dissertatsiya ishida ekologik faktorlardan harorat bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni chet el ma'lumotlari bilan qiyosiy taqqoslab o'rganilsa yaxshi bo'lar edi. Uchinchi, dissertatsiya ishida respublikadosh ekinlar maydonlarida yarim qanotlar turkumiga mansub 27 tur tarqalganligi aniqlangan. Ammo tadqiqotlarda respublikadoshlar hamdalarining fakat 2 turi, ya'ni Erythema paracandica va Erythema wilkinsi misolida o'rganishlar olib borilgan. Qolgan turlar bioekologik xususiyatlari o'rganilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Avtoritetga kelgan takliflar. Birinchi, Matima Gomes nomidagi Cerro de Avila universitetining professori Marcos Edel ijobiy Turkmaniston Qishloq xo'jaligi instituti o'simlikshunoslik kafedrasi biologiya fanlari nomzodi Yusupova ijobiy Guliston davlat universitetining biologiya kafedrasining professori Fazilov ijobiy Andijon davlat universitetining biologiya kafedrasining mudiri biologiya fanlari doktori professor Tanov ijobiy Abraham Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti biologiya kafedrasining qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Satikov ijobiy Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining zoologiya kafedrasi dotsenti biologiya fanlari doktori Qudratov ijobiy Termiz davlat universitetining zoologiya kafedrasining dotsenti biologiya fanlari falsafa doktori Abdulazizova ijobiy Andijon davlat universitetining ekologiya va barqaror rivojlanish kafedrasining dotsenti biologiya fanlari falsafa doktori Umarov ijobiy Guliston davlat universitetining biologiya kafedrasining biologiya fanlari falsafa doktori dotsent Gayat Nazarova ijobiy Qoraqalpoq davlat universitetining biologiya fiziologiya kafedrasining dotsenti Oshanova ijobiy jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash malakasini oshirish instituti sport psixologiyasi va ijtimoiy gumanitar va tabiiy ilmiy fanlar kafedrasining dotsenti Ilyasova ijobiy Toshkent davlat tibbiyot universitetining histologiya va tibbiyot biologiya kafedrasining dotsenti Ilyasova ijobiy Xorazm Ma'mun akademiyasining klinikal tarqalishini oldin olish laboratoriyasi Ketlemir Hadim biologiya fanlari doktori Ruslanova ijobiy Abraham Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetining tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti biologiya kafedrasi dotsenti Abdullayev ijobiy Abraham Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetining tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakulteti biologiya kafedrasining dotsenti Razor ilmiy ishi bo'yicha ilmiy kengashga kelishgan takliflarni tanishtirib o'tdi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ilmiy kengashga kelishgan takliflar bo'yicha savollar bormi? Yo'q. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, yetakchi tashkilot taklifini ko'rsatgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z Allabergan va Kamilaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz Otabek Salomdarov. Dissertatsiya ishini hurmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rib chiqqanligingiz uchun sizga uzun minnatdorchiligimni bildiraman va dissertatsiyada keltirilgan kamchiliklarga quyidagicha javob berib o'taman. Javob
Savol. Javob. Javobini o'qiyman. Birinchi savolingizga javobim, taklifingiz o'rinli. Keyingi ishlarimizda ekologik omillar bilan birga boshqa haroratdan tashqari namlik ko'rsatkichlarini ham solishtirib o'rganishni maqsad qilganmiz. Ikkinchi savolingizga javobim, dissertatsiya ishida harorat bilan bog'liq bo'lgan chet el ma'lumotlarini, ya'ni sog'liqchi va muholiy ma'lumotlarini keltirganmiz. Uchinchi savolingizga javobim, taklifingiz uchun rahmat. Aynan faqat hozir dissertatsiya ishimizda faqat 2 turni bo'lgan 27 tur doirasida haroratdan tashqari boshqa ekologik omillarni ham hisobga olgan holda kengroq o'rganishni inobatga olamiz. Rahmat. Dissertat yetakchi ishtirokchilar taklifni ko'rsatgan kamchiliklarga o'zini javobini berdi. Dissertatsiya himoyasini davom ettiramiz. Endi shu dissertatsiya ishi bo'yicha birinchi rasmiy apparat O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Biologiya instituti laboratoriya mudiri, biologiya fanlari doktori professor Muzayeva Gulnora Said Arifovaga beriladi. Gulnora shu yerda o'zi Toshkentdan kelib offline ishtirok qilmoqda. Marhamat. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, a'zolari, qadrli hamkasblar, aziz yurtdoshlar. Barchamiz bilan bugun shu Ma'mun akademiyasini ilmiy kengashida yuzma-yuz ko'rishib turgandan bag'oyat mamnunman. Ushbu ilmiy kengashni faoliyatiga shundan-da rivoj tilayman. Barcha ilmiy kengash a'zolarining ham ishlariga rivoj tilayman. Qolaversa, barcha ustozlar degan yangi o'quv yili bilan tabriklayman. Yaqinlashib kelayotgan ustozlar kuni bilan tabriklayman. Vatanimiz ravnaqi, fanimizni rivoji yo'lidagi ishlaringizga baxt, omad, zafarlar tilayman. Rahmat. Bugun mana talabgorimiz tomonidan judayam dolzarb mavzuga bag'ishlangan ish tingladik. Albatta bunda ustozni yutug'i katta, mavzu to'g'ri tanlab berilgan, dolzarb masalaga qaratilgan. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining qishloq xo'jaligi ekinlariga qandalalar yiliga 35 milliard dollar zarar keltiradi. O'zbekistonni qiyosga oladigan bo'lsak, qandalalar, g'o'za qandalasi, ya'ni Trintalis paludis respublika byudjetidan har yili 10 milliard dollar, 10 milliard so'm mablag' ajratilyapti. Demak, qandalalar bugungi kunda qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy zarar keltirilyapti. Shu bugungi kungacha qandalalar g'o'zaga keltirayotgan zarari batafsil o'rganilgan desak bo'ladi. Bugungi ish kres yurtdoshlar qandalalariga bag'ishlanganligi ham mavzuni dolzarbdan dalolat beradi. Ruxsatingiz bilan Aburayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Aliberdiyeva Komila Sobirjonovning kres yurtdosh qandallarning biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi 03-00-06 sog'liq ixtisosligidan biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishiga rasmiy taqdisini qisqacha bayon qilib beraman. So'nggi yillarda dunyo miqyosida kuzatilayotgan iqlim o'zgarishlari hasharotlarning beqiyos xususiyatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat yangi invaziv turlar paydo bo'lishiga, mavjud turlar yashash joylarini qisqarishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa bugungi kunda urbanizatsiya jadal ravishda kengayishi va tabiiy landshaftlarning cho'llanishi natijasida yarim qattiqqanotli hasharotlar tabiiy yashash muhitlarini toraytirib, noyob va kam uchraydigan hamda biologik kurashda foydalaniladigan turlar yo'qolib ketish xavfi ostida qolmoqda. Shundan kelib chiqib, yarim qattiqqanotlar yangilangan faunasini iqlimiy omillar bilan bog'liq holda eng kompleks doirasida o'rganish, ularning tarqalish areallarini xaritalashtirish, zamonaviy va kompleks kurash choralarini ishlab chiqish, shuningdek ularni raqamli shaklda onlayn bazaga joylashtirish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Komila Aliberdiyevning mazkur dissertatsiya ishi ayni yo'nalishdagi muhim tadqiqot natijasi bo'lib, yuqorida ta'kidlangan masalalar yechimiga bag'ishlanganligi bilan ajralib turadi. Dissertatsiya tarkibi kirish, to'rtta bob, xulosa, amaliy tavsiyalar,
foydalanadigan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning hajmi 114 betni tashkil etadi. Tadqiqotning kirish qismida mavzuning dolzarbligi va zarurati, muammoning o'rganilganlik darajasi, ilmiy yangiligi asoslanganligi, tadqiqotning respublika fan texnologiya rivojlanishining asosiy ustuvor yo'nalishlariga bog'liqligi, obyekti, predmeti, metodlari, maqsad va vazifalar aniqlanganligi, olingan natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati amaliyotga joriy qilinganligi, aprobatsiyasi, nashr etilgan ishlari, dissertatsiyaning tuzilishi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi korespondosh qandallarning o'rganilish tarixi va zamonaviy holati deb nomlangan bo'lib, 4 ta paragrafdan iborat, ya'ni dissertatsiyaning matnida 11-23 sahifalarni egallagan. Ushbu bobda korespondosh qandallarning faunasi, tarqalishi, bioekologik hamda ularning iqtisodiy ahamiyati yuzasidan xorijiy va mahalliy adabiyotlar, asosiy ilmiy qarashlar yoritilgan. Dastlabki paragraflarda korespondosh qandallarning geografik tarqalishi va faunasi tahlil qilingan. Bobda shuningdek korespondosh qandallarning tarqalish areallari, ekotizimlarga ta'siri va qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar haqida ilgari chop etilgan ilmiy manbalardagi mulohazalarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Keyingi paragraflarda MDH davlatlari O'zbekiston hududida korespondosh qandallarning biologiyasi va ekologiyasi, korespondoshlar qandallarining tabiiy kushandalari, evridema avlodi qandallarining zararkunandaligi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar batafsil tahlil qilingan. Iqlimning o'zgarishi, hasharotlar zararkunandalarga geografik tarqalishining kengayishiga sabab bo'lishi, avlodlar sonining ko'payishiga, ko'chib yuruvchi zararkunandalarning kirib borishining xavfi ortishi, hasharotlar orqali o'tadigan o'simliklar kasalliklarining ko'payishi va biologik kurash samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkinligiga oid avvalgi kuzatuvlar tizimli tarzda bayon etilgan. Bobda shuningdek, Markaziy Osiyoda korespondoshlar qandallarining biologiyasi va ekologiyasi hali yetarlicha tadqiq etilmaganligi muhim masala sifatida ko'rsatilgan. Umuman olganda, birinchi bob dissertatsiyaning nazariy asosini tashkil etib, korespondoshlar qandallari turlari bo'yicha mavjud ilmiy ma'lumotlar tizimli tahlil qilingan. Bu esa Komila Allaberganovnaning adabiyotlar bilan ishlash ko'nikmalarini puxta egallaganligini ko'rsatadi. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi tadqiqot joyi, materiallari, uslublari deb nomlangan bo'lib, 2 ta paragrafdan iborat. Ushbu bobda Xorazm viloyatining iqlim sharoitlari, tuproq morfologiyasi hamda tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, namunalar yig'ish tartibi hamda dissertant tomonidan qo'llanilgan asosiy kuzatuv vositalari tahlil etilgan. Bundan tashqari mazkur bobda qo'llanilgan metodlar, xususan genetik tahlil, Fox genining amplifikatsiyasi va blast sistem bazalari bilan solishtirish hamda matematik statistik tahlil qilish jarayonlari asoslab berilgan. Shu bilan birga har bir bosqichda olingan natijalarning ilmiy yangiligini ta'minlashga xizmat qiluvchi nazorat va tekshirish mexanizmlari ham ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiyaning 3-bobi korespondosh qandallarining biologik va ekologik xususiyatlariga haroratning ta'siri deb nomlangan bo'lib, 11 ta paragrafdan iborat, ya'ni 38 va 91 sahifalarni qamrab olgan. Ushbu bob dissertatsiyaning asosiy qismi bo'lib, unda korespondoshlar qandallarining tur tarkibi, evridema armata molekulyar genetik identifikatsiyasi, korespondosh qandallarining rivojlanish va davrlari va unga haroratning ta'siri mukammal o'rganilgan. Shuningdek, korespondoshlar qandalarining faunasi, taksonomik va dominantlik tahlili o'rtasidagi ma'lumotlar keltirilgan. Ilk bor korespondoshlar qandallarining bahorgi uyg'onish davri, serpushligi va tuzumlarning rivojlanishi, embrional rivojlanishiga haroratning ta'siri, lichinkaliklarning rivojlanishiga haroratning ta'siri, lichinkalarning xulq atvori va imago davri, mavsumiy sikllar, imagolarning ko'pligiga haroratning ta'siri yoritilgan. Shuningdek, Xorazm viloyati hududida korespondosh qandallarning 20 ta turi tarqalganligi hamda ularning bioekologik xususiyatlariga haroratning ta'siri asoslab berilgan. Dissertatsiyaning 4-bobi korespondosh qandallarning hayotida o'simliklarning ahamiyati deb nomlangan bo'lib, u 4 paragrafdan iborat. Ushbu bobda korespondosh qandallar, Evridema marokkantika va Evridema vilkensining ozuqa o'simliklari, ularning rivojlanishi, tarqalishi, hayot davomiyligi va yetuk qandallarning serpushligi yuzasidan tadqiqot natijalari ifodalangan.
oziq o'simliklari, respublikadoshlar qandallari jinsiy yetilishiga, tezligiga, hayot davomiyligiga ta'siri hamda oziq o'simliklariga respublikadosh qandallarning son dinamikasi atroflicha o'rganilgan. Xorazm viloyatida respublikadosh qandallar uchun oziq o'simliklar sifatida 8 ta oilaga mansub 23 ta o'simlik tanlab olingan. Qandallar lichinkalarining o'simliklarning vegetativ va generativ organlarining oziqlanishiga fiziologik reaksiyasi bir xil emas ekanligi ilmiy asoslangan. Shuningdek, amaliy tavsiyalar sifatida qandallarga qarshi kurashda ekologik jihatdan zararsiz, kam ta'sir qiluvchi kimyoviy preparatlardan foydalanish hamda agrotsenozlarda zararli qandallar sonini tartibga solish uchun asosan agrotexnik va profilaktik choralarni qo'llash ilmiy asosda tavsiya etilgan. Boblar yakunida alohida, shuningdek dissertatsiya oxirida tadqiqot mazmunini umumlashtiruvchi 7 banddan iborat umumiy xulosalar keltirilgan. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati 287 tadan iborat bo'lib, ularning yarmidan ko'pi, ya'ni 2000-yildan keyin chop etilgan ilmiy ishlarga to'g'ri keladi. Barcha manbalar Oliy komissiyasining amaldagi talablarga muvofiq rasmiylashtirilgan. Dissertatsiyada erishilgan yutuqlar bilan bir qatorda ayrim kamchiliklar ham uchratildi. Ular quyidagilar. Ya'ni dissertatsiya ishida respublikadoshlar qandallarning biologik rivojlanishiga ekologik omillardan faqat harorat ta'siri o'rganildi. Yana boshqa obyekt omillarning ta'siri qiyosiy tahlil qilib o'rganilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Dissertatsiya ishining 2 bo'limida Eurythema Arnata turining genetik tahlil natijalari deb nomlangan bo'lib, unda Eurythema avlodi vakillarining filogenetik shajara daraxti keltirilgan. Bu haqidagi ma'lumotlar kengroq o'rganilib, dissertatsiya ishi yanada boyitilsa yaxshi bo'lardi. Dissertatsiya ishida turlarning molekulyar genetik tahlil natijalariga ko'ra sekvens materiallar asosida nima sababdan Eurythema arnata turi Eurythema allergiya turlarining mitoxondrial DNKsi ko'k sohasining nukleatlar ketma-ketligi bilan taqqoslanganligi keltirib o'tilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. 4-bobning bir qancha tajribalarida qandalalarning tuxumidan to voyaga yetgan shakllarigacha rivojlanishi aniq muddatlarda o'rganilgan. Biroq dissertatsiya ishida qandallarning rivojlanish bosqichlarini asl original fotosuratlari keltirilmagan. Agar shu fotosuratlar bilan dissertatsiyada keltirilganda, dissertatsiya mazmuni yanada boyingan bo'lardi. Ishda uchragan ayrim muammoliklar va mayda kamchiliklar dissertant e'tiboriga havola qilinib, u tomonidan bartaraf etilgan. Ko'rsatilgan xatoliklar ilmiy natijalarning mazmun mohiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmaydi va tadqiqotning ilmiy darajasini pasaytirmaydi. Dissertatsiya mazmunan ravon va tushunarli ilmiy uslubda bayon etilgan. Umuman olganda, dissertant respublikadosh qandallarning biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'sirini targ'ib etishda klassik fundamental yondashuvlarni zamonaviy metodlar bilan uyg'unlashtirib, muammoning yechimiga kompleks yondashgan. Ushbu interaktiv yondashuv tadqiqotning ilmiy yangiligi sifatida ajralib turadi. Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, Olabekjanova Komila Sobirjonovnaning respublikadoshlar qandallarining biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi 03-0006 zoologiya ixtisosligidan biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi dolzarb ilmiy masalalarga bag'ishlangan mustaqil tadqiqot hisoblanadi. Avtoreferat dissertatsiya mazmunini to'liq aks ettiradi. Dissertatsiya hamda avtoreferat O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari qo'yilgan barcha talablarga to'liq javob beradi. Mazkur tadqiqotning ilmiy darajasi, mazmuni va natijalari Olabekjanova Komila Sobirjonovnani biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblash uchun yetarli asos bo'la oladi. Rasmiy opponent Zoologiya instituti prezidenti biologiya fanlari doktori professor Gulnor Mirzayeva. E'tiboringlar uchun rahmat. Katta rahmat. Gulnora Saidovna, avvalambor sizga katta rahmat. Sovetimizni ilmiy kengashini nafisini yana oshirib, offline tarzda ishlar qilayotgani uchun rahmat. Mana biologiya fanlari doktori professor Gulnora Saidovna dissertatsiya ishiga yozgan rasmiy taklifini o'qib eshittirdi va o'z fikrini bildirdi. Endi birinchi rasmiy opponent tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklar va takliflarga o'z munosabatini bildirish so'z Olabekjanova
Assalomu alaykum, hurmatli ustoz Gulnora Saidalievna. Meni dissertatsiya ishimni qimmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rib chiqqanligingiz uchun sizga o'zimni chuqur va samimiy minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Shu bilan birgalikda dissertatsiya ishimda bildirilgan kamchiliklarga quyidagicha javob beraman. Birinchi kamchilikka javobim. Taklifingiz uchun rahmat. Keyingi ishlarimizda aynan boshqa abiotik omillarni ham o'rganishni reja qilib olganmiz. Ikkinchi, dissertatsiya ishida Eroderma avlodining filogenetik shajara daraxti haqida ma'lumotlarni qisqacha keltirganmiz, ammo keyingi ishlarimizda bu tadqiqotlarni kengroq o'rganishni maqsad qilganmiz. Uchinchi, dissertatsiya ishining 3-bob va 2-bo'limida sekvens materiallari asosida Eroderma avlodiga mansub Eroderma ornata turini, Eroderma alerasiya turlarining matritsal DNKsi Kober sohasidagi nukleotidlar ketma-ketligi bilan taqqoslab o'rganganligimiz keltirilgan. Buni yanada kengroq yoritib, keyingi ishlarimizda maqsad qilganmiz. To'rtinchi, dissertatsiya ishini qandirlarni generatsiya davrlari haqidagi fotosuratlarni kamroq keltirganmiz. Albatta buni keyingi ishlarimizda inobatga olgan holda kengroq yoritishga harakat qilamiz. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi so'z dissertatsiya ishi bo'yicha ikkinchi rasmiy opponent Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti zoologiya kafedrasi dotsenti nomzodi Qo'chqarov Abduvahid Hakimovichga beriladi. Qo'chqarov Abduvahid Hakimovich mana onlayn tarzda ishtirok qilyaptilar. Assalomu alaykum Abduvahid aka. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Rahmat. Eshitilyaptimi ovoz? Eshitilyapti. Marhamat, shu taklifingizni bir o'qib eshittirsangiz. Endi Abduvahid Hakimovich mana Gulnora birinchi rasmiy opponent sifatida shu boblar bo'yicha, bo'limlar bo'yicha o'zini fikrlarini bir bayon qilib, agar imkon bo'lsa, shu taklif va kamchiliklarga to'xtalib o'tsangiz. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli hamkasblar. Bugun menga berilgan o'sha fursatdan foydalanib, bu Komila qizimizning rasmiy opponent sifatida o'sha taqrizni o'qib eshittirsam. Marhamat. Xorazm akademiyasining tayanch doktoranti Allabirganova Komila Sabirjanovnaning kreskuldoshlar qandallarining biologik rivojlanishiga ekolog omillarning ta'siri mavzusidagi 03-00-06 zoologiya ixtisosligidan biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyaning rasmiy opponentining taqrizi. Endi mana birinchi opponentimiz Gulnora singlimiz juda yaxshi o'zini fikrlarini bildirib o'tdi. Agar xo'p desalaringiz, men shu ayrim kamchiliklarini to'xtalib o'tsam. Endi bu yerda Allabirganova tomonidan tayyorlangan dissertatsiya ishi kreskuldosh qandallarining biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'sirini aniqlashga bag'ishlangan. Dissertatsiya 4 ta bob, xulosalar, foydali adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiya hajmi 114 betdan iborat. Agar ilovalarni qo'shib hisoblaganda 169 betni tashkil etadi. Endi bu yerda shuni aytib o'tish kerakki, bu qizimiz juda bir yaxshi ish olib borgan, bugungi kunda dolzarb muammolarni hal qilgan. Lekin shu bilan birga bir qatorda dissertatsiyaning ayrim ishlarida ayrim xato va kamchiliklar mavjud. Birinchisi, dissertatsiyada turli molekulyar genetik jihatdan, turlarning molekulyar genetik jihatdan tahlil qilingan, ammo nima sababdan molekulyar genetik usullardan foydalangani to'liq yoritilmagan. Ikkinchisi, turlarni zoografik tahlil qilingan, ushbu ma'lumotlar qaysi manbalar asosida qilingan aniq keltirib o'tilsa yaxshi bo'lar edi.
İkinci babning tadqiqot joyi, materiallar va uslublari deb nomlangan bo'lib, shu babda bir jadvalda ikkita endi bu yerda jadvallar bo'linib qolgan, shu ikkinchi betning tepasiga ham bir jadvalning davomi deb yozib qo'yilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchisi, dissertatsiya matnida klapovnik so'zi ko'p ishlatilgan. Bu bir o'simlikning nomimi yoki menimcha bu kreskuldoshlar oilasiga mansub o'simliklarning bir avlodi bo'lsa kerak dedim. Agar avlodi bo'ladigan bo'lsa, dissertatsiya matnida klapovnik oldiga albatta o'simliklardan nomini yozib qo'yish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Beshinchisi, dissertatsiya ishida keltirilgan ayrim boblardagi ma'lumotlarda ortografik va stilistik xatolar qisman yo'l qo'yilgan. Yuqorida keltirilgan fikrlar va kamchiliklar ishning qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Umuman olganda Allabirganova Komila Sabirjonovnaning kreskuldoshlar qandallarining biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining tomonidan peji dissertatsiyalarga qo'ygan talablarga to'liq javob beradi deb o'ylayman. Mazkur dissertatsiyani 03/00/06 zoologiya ixtisosligi bo'yicha Xorazm Ma'mun akademiyasining huzuridagi pejda 02/30.07.22b 149.01 raqamli ilmiy kengashni himoya qilishga tavsiya etish mumkin va Allabirganova biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori peji ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat Abduvohid aka. Har bir dissertatsiyaning har bir bobi bölümüge şu o'zingizni xulosangizni, takliflaringiz va dissertatsiyada yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ko'rsatib berganingiz uchun hurmatli vaqtni ayamay shu dissertatsiyani ko'rib berganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Abduvohid Hakimovich dissertatsiya ishiga yozgan rasmiy taklifni o'qib eshittirdi va o'z fikrini bildirdi. Endi ikkinchi rasmiy apparatni ko'rsatgan kamchiliklari va takliflariga o'z munosabatini bildirish uchun so'z Allabirganova Kamilaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz Qo'chqorov Abduvohid Hakimovich. Men dissertatsiya ishimni hurmatli vaqtingizni ayamasdan ko'rib chiqqanligingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman va shu bilan birgalikda dissertatsiya ishimda bildirilgan kamchiliklarga quyidagicha javob beraman. Birinchi kamchilikka javob. Dissertatsiya ishida 9 ta namunani ajratishda biz tomonidan qiyinchiliklar, morfologik jihatdan ajratishda qiyinchiliklar yuzaga kelgan va shuning uchun molekulyar genetik jihatdan tahlil qilganmiz va 3-bobning ikkinchi bo'limida bu haqda to'liq yoritib o'tganmiz. Ikkinchi kamchilikka javobim, taklifingiz uchun rahmat. Aynan zoografik tahlil qilishni keyingi ishlarimizga reja qilganmiz. Uchinchi kamchilikka javobim, tadqiqot joyi va materiallar uslublari degan bobda 2-1-1 jadvalni 2-1-1 rasm so'ziga almashtirib to'g'rilab kamchilik bartaraf qilindi. To'rtinchi kamchilikka javobim, dissertatsiya ishi matnida klapovnik so'zi keltirilgan, ya'ni kunbosh o'simligi latincha nomli Epidem draba hisoblanadi. Ya'ni kreskuldoshlar qandalalarini ozuqa aloqalariga doir bo'lganligi uchun faqatgina yovvoyi o'simlik sifatida shu nom bilan keltirganmiz. Ammo keyingi ishlarimizda avlodga mansub boshqa o'simliklarni foydalanishni ham reja qilganmiz. Beshinchi kamchilikka javobim, keltirilgan stilistik va ortografik xatolar bartaraf qilindi. Abduvohid Hakimovich javob qanday? Qaniqarli, rahmat. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi dissertatsiya himoyasining muhokamasiga o'tsak, kim dissertatsiya yuzasidan fikr va mulohazalar bo'yicha so'zga chiqadi. Endi bu yerda ilmiy kengash a'zolari ham, ilmiy kengash a'zolari bo'lmagan xodimlar ham o'zini fikrini bildirishi mumkin. Marhamat, dastlab ilmiy kengash a'zolaridan fikr bildiruvchilar, mulohazaga chiquvchilar bormi? Marhamat.
Başka online'da iştirak ederken ilmi kengash a'zolaridan so'rasak, fikr bildiruvchilar dissertatsiya bo'yicha. Marhamat. Agar keyinchalik gapirajak bo'lsangizlar, zalga o'tamiz. Marhamat. Zaldan fikr bildiruvchilar bormi? Yana siz boshqa ko'rmasangiz takror o'tirib. Yana bir bora assalomu alaykum. Hurmatli kengash a'zolari, rais. Yaqinlashib kelayotgan hammangizni ustozlar bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ishlaringizdan omad. Mana shunday bir quvonchli kunlarda Komillar o'zini ilmiy ishini himoyaga taqdim qildi. Komillarni o'zidan boshlaydigan bo'lsak, birinchidan o'zi bir ajoyib qiz, harakatchan, intiluvchi. Endi o'zini ishxonasidan, o'qigan vaqtidan umuman olganda bir ishga yopishsa, oxirini yetiradigan qizlardan birisi hisoblanadi. Endi ilmiy temaga keladigan bo'lsak, hozir entomologlarning maktabi kengayib boryapti-da. Xorazmda, respublikada bir ajoyib ishlar bo'lib turibdi. Shuningdek, Komilani olgan dissertatsiya mavzusi ham bir dolzarb mavzu. Gulnora hozir aytib o'tdilar. O'chaklar shuni juda chiroyli gap aytdilar. Falon dollarga taalluqli ishlar bo'lib turibdi. Shuncha pul ajralib turibdi. Umuman qandalalar olganda juda ko'p o'simliklarni kushandasi hisoblanadi. Ayniqsa hammangizga ma'lum hasva qandalasi Xalillar tomonidan o'rganildi. Qolaversa yana qandalalar ko'pchilik olinadi. Lalaning o'zi, rahbarning o'zi qandalalar bo'yicha juda ajoyib ishlar olib borildi. Shuningdek, Komilaning ishine keladigan bo'lsak, ayniqsa qarindoshlar eng ko'p vitamina boy bo'lgan oila vakillari hisoblanadi. Shularni qarindoshlar oilasini zarar yetkazadigan zararkunandalarni tür tarkibi aniqlanadi. Gerek bo'lsa ularning dominant turlari aniqlanadi. Dominant turlarining rivojlanishi o'rganildi. Umuman olganda dissertatsiyada juda bir ajoyib ishlar qilingan. Qolaversa bu ekologik omillarning ta'siri natijasida hammamizga ma'lum, hozir ekologik o'zgarishlar kuchli bo'lyapti. Ayniqsa iqlim o'zgarishlari. Bunlara yaqinda keldingizmi? 2 kun oldin bizlarda chang bo'roni bo'ldi-da. Hech qayerni ko'rib bilmadik. Ana shunday ofat shu kuni bir bulut deb aytib bo'lmaydi. Umuman bunaqasini biz ko'rmaganmiz. Shuncha yil mobaynida bunaqa chang bo'ronlarni ko'rmaymiz. Nima demoqchiman? Ana shunday iqlim o'zgarishlari vaqtida bu mahorat, bu talab, bu iste'dod, ana shunday ilmga qo'l urgan insonlar, men nima deyman, Komilaning ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Xudo xolasa tez diplomlarni olib o'tirsin, yaxshi kunlarga buyursin, hamda shu kengash a'zolaridan shunga ovoz berishni so'rab qolaman. Ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Sog'lik, salomatlikda hammangizni yana bir bora bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Rahmat sizlarga. Marhamat, yana so'zga chiquvchilar. Mikrofon mumkinmi? Marhamat, Islomga. Mana bugun Alloh bergani va Kamila Sabirjanovaning juda yaxshi taqdimotini, bayonotini eshitdik. Biz bu qizimizni o'zimizning universitetimizda oldin ham ko'rdik. Yetakchi tashkilot sifatida bizning universitet qo'yilganda, u yerda ham ko'pchilik professor, o'qituvchilar, ko'pchilik zoologlar juda ham iliq fikrlar bildirdi. Bu qizning o'zining tutishi, savollarga aniq javob berishi, o'zining ishini yaxshilab ko'rsatib bergan. Biz Qoraqalpog'istonga kelib, Qoraqalpoq davlat universitetiga kelib dalillab berib ketdi o'zining ishlarini. Endi albatta ish bor joyda kamchiliklar ham bo'ladi.
Men bu qizimizga keyingi doktorskiy ishlarida bu ishni kengroq qamrab olishni tavsiya etgan bo'lar edim. Endi albatta mavzu juda ham katta olingan. Ekologik omillar delingan. Endi ekologik omillarda faqat biotik emas, biotik, antropogen omillar ham bor. Shularning ham ta'sirlarini dissertatsiyada aytib ketganida bu juda ham yaxshi bo'lar edi. Endi albatta keyingi ishlarda buni inobatga olib, men o'zim bu qizning dissertatsiya ishini o'zim qo'llab-quvvatlayman va kengash a'zolaridan qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman. Ovoz berishingizga. Rahmat Islombek. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Kengash a'zolari bo'lmaganlar fikr bildirishi mumkin. Bizning fikrlarni bildirishi mumkin. Yo'qmi? Bo'lsa, men bir qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, endi haqiqatan naqadar Islombek o'zini fikrlarini bildirib o'tdilar. Haqiqatan iqtidorli, yosh, harakatchan, bir bilimli bir xodim hisoblanadi. Ben talabalik davridan ham yaxshi bilaman. O'zim shogirdim bo'lgan, talabalik davrida davlat stipendiyati bo'lgan. Bu davlat stipendiyatini kimga berarmidilar? Mana shu mahoratli, ilmli, bilimli talabalar oladi buni. Mana shu davlat stipendiyatiga sazovor bo'lgan talabalarimizdan bugungi kunda tadqiqotchilarimizdan biri hisoblanadi. Shu talabalik vaqtdan shu ilmga chanqoqadi. Ana shu talabalik davridan ilmiy rahbari Lola bilan birgalikda shu student vaqtida juda ko'plab ilmiy maqolalar aynan mana shu mavzuda agar bir ochqilab qarab ko'radigan bo'lsangiz, shu talabalik davridan shu mavzu bo'yicha, qandallar bo'yicha ko'plab ilmiy maqolalar faqat respublika miqyosida, balki Rossiyada xalqaro miqyosda maqolalar chop qilib, shu ma'lumotlar to'plab keldi va bugun mana shu to'plangan ma'lumotlarning ilmiy natijalarini ilmiy kengash a'zolarini va shu Ma'lum akademiyasi qolaversa respublikamizdagi ko'plab ilmiy tadqiqot muassasalariga o'zini ilmiy natijalarini taqdim qildi. Islombek Muratboyevich o'zini nimasini aytdi. Haqiqatan ham shu yetakchi tashkilot sifatida Qoraqalpoq davlat universitetida yetakchi tashkilotda o'tib qaytdi. Mana o'zini ijobiy fikrini bildirib o'tdi Islombek. Haqiqatan endi mavzu ham yaxshi tanlangan. Shu kreskildoshlar kanallarning biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri bu bugungi kunda bu zararli hasharot bo'ladimi, foydali hasharot bo'ladimi? Har bir nimaning o'zini tabiatda o'zini o'rni bor. Zararli bo'lsa ham foydali bo'lsa ham zararli ko'proq nima qiladigan bo'lsak, zararli hasharotlardan o'zini nimasi o'rni bor. Ba'zi bir hasharotlar biologik ijobiy foydali hasharot bo'lsa, mana iqlim o'zgarishi ba'zi bir ekologik omillar tarafida zarar kunandalarga aylanayotgan hasharotlardan mumkinlarga ko'radi. Albatta bu yerda Islombek aytib o'tganidek, nafaqat ekologik omillar, balki boshqa faktorlardan keyingi ishlarda albatta inobatga oladi degan umiddaman. Shu auditoriyada Kamila o'zina bir ko'p maqsadlarni qo'yib oldinglar. Birinchi rasmiy opponentimiz Gulnora tomonidan o'zini fikrlarini ijobiy fikrlarini bildirish bilan birgalikda o'zini takliflaridan bayon etdilar. Albatta ikkinchi rasmiy opponentimiz Abduvohid aka tomonidan ham takliflar bildirildi. Albatta Kamila she'rning o'zida shu birinchi rasmiy opponentimiz Gulnora xonim, ikkinchi rasmiy opponentimiz Abduvohid aka va auditoriyada savol bergan, onlayn tarzda savol bergan kengash a'zolarimizdan bir xulosalarni oldi degan umiddaman. Endi birinchi bosqichda PJda oldiga qo'ygan vazifalarni albatta bajardi, mana taqdim qildi. Endi ikkinchi bosqichda
qanday ishlarni amalga oshirishni mana bu yerda o'ziga bir xulosa qilib oldi. Albatta ko'rsatilgan bugungi kunda ko'rsatilgan kamchiliklar bu haqiqatdan to'g'ri takliflar. Hisoblayman savollar to'g'ri berildi. Lekin endi bu yerda amalga oshirib bir qilib bo'lmaydigan, keyinchalik bajariladigan ishlar bor. Keyingi ishlaringizda albatta buni inobatga olasiz degan umiddaman. Endi umuman men ham shu auditoriya takliflaridan kelib chiqqan holda shu dissertantimizni shu 03-006 zoologiya ixtisosligi bo'yicha, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Va men ham qo'llab-quvvatlayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Boshqa fikr bildiruvchilar yo'qmi? Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, endi bormadi, kunlar so'zga chiqmagan. Bo'lmasa, sizlar bilan yashirin ovoz berish jarayonini tashkil qilish va o'tkazish uchun hisob komissiyasining tarkibini tuzishimiz zarur. Hisob komissiyasi tarkibi 3 kishidan iborat bo'lsin degan taklif kelib tushdi. Son jihatdan e'tiroz bormi? Ya 5'e chiqarish, ya 7'ye chiqarish. O'zi 13 ilmiy kengash a'zomiz bor. 3 tamalli. Rahmat. Unda shu bo'yicha 3 ta kishidan iborat bo'lsin degan tarkibda hisob komissiyasi tuzish bo'yicha taklif kelib tushdi. Birinchi biologiya fanlari doktori Islombek professor oldingizmi? Professor oldingizmi? Yo'q, dotsent ala, dotsent. Demek biologiya fanlari doktori, dotsent, endi professor olgan bo'lsa xafa bo'lmasin degan ma'nodan so'radim. Demek biologiya fanlari doktori, dotsent Aripayev Islombek Muratboyevich. İkinci biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim Do'stjonova Manzura Bobojonovna. Üçüncüsü biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim Do'stjonov Jalolbek Safarbayevich. Hisob komissiyasiga nomzodlar bo'yicha qanday takliflar bor? Ma'qullansın. Demek tasdiqlansin degan taklif kelib tushdi. Kim ushbu tarkib bo'yicha hisob komissiyasi saylanishini ma'qullasa, ovoz berishini so'rayman. Qarshi, betaraf yo'q. Demek bir ovozdan qabul qilindi. Hisob komissiyasi a'zolari o'z ishini faoliyatini boshlashi mumkin. Yashirin ovoz berish uchun 10 minutlik tanaffus e'lon qilamiz.
Hürmetli kengash a'zolari, kengash ishini davom ettiramiz. Kitob komissiyasi kengashi ovoz berish natijalarini e'lon qilishda so'z Kitob komissiyasi raisi, biologiya fanlari doktori, dotsent Arifbayev Islombek Muratbayevga beriladi. Marhamat, Islombek Muratbayev. Assalomu alaykum hurmatli kengash raisi va a'zolari. Hisob komissiyasi majlisning 12-sonli bayonnomasi. Tayinlangan komissiya tarkibi: biologiya fanlari doktori Arifbayev, biologiya fanlari filosofiya doktori Do'stjanova Manzura, biologiya fanlari filosofiya doktori Do'stjanov Jalolbek, komissiya Allaberganova Komila Sabirjanovaning 03-00-06 zoologiya ixtisosligidan biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasini yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 9 nafar fan doktori ishtirok etdi. 13 ta byulleten tarqatildi, tarqatilmay qolgan byulleten yo'q. Qutida 13 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Allaberganova Komila Sabirjanovaning 03-00-06 zoologiya ixtisosligidan biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 13 ta, ya'ni 100%ni tashkil etdi. Qarshilar yo'q. Hisob komissiya raisi Islombek Arifbayev, komissiya a'zolari Do'stjanova Manzura va Do'stjanov Jalolbek. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat Islombek Muratbayev. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiyasi raisiga savollar bormi? Savollar bo'lmasa, hisob komissiyasi bayonnomasining tasdiqlash haqidagi taklifiga ilmiy kengash a'zolarining ovoz berishini so'rayman. Qarshi? Betaraf? Yo'q. Demak, tarafdorlar 13, qarshilar yo'q, betaraf yo'q. Taklif bir ovozdan qabul qilindi. Endi dissertatsiyaning tasnifiy belgilarini belgilab olsak, kengash tomonidan xulosa loyihasi va tasnifiy belgilar tayyorlangan va sizlarga tarqatilgan. Ushbu dissertatsiyaning tasnifiy belgilari bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Agar yo'q bo'lsa, tasnifiy belgilar bo'yicha o'zimning fikrimni bildirib o'tsam va o'qib eshittirsam. Endi bu yerda so'zlarni o'qib o'tirmasdan, sababi sizlarga tarqatilgan hammasi, faqat raqamlarga to'xtab o'tirsam, ma'qulmi? Ma'qul. Rahmat. Demak, tasnifiy belgilar bo'yicha birinchisi, ikkinchini birinchisi, uchinchini ikkinchisi, to'rtinchini ikkinchisi, beshinchini ikkinchisi, oltinchini birinchisi. Hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiya ishini baholash mezonlari bo'yicha qanday tavsiyalar bor? Yo'q bo'lsa ovozga qo'yamiz. Baholash mezonlari bo'yicha ovozga qo'yapmiz. Marhamat, fikr bildirib ovoz bersanglar. Qarshi? Betaraf? Yo'q. Baholash mezonlari ham bitta ovozdan tasdiqlandi. Allaberganova Komila Sabirjanovga biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiya ishiga ilmiy kengash xulosasi barcha ilmiy kengash a'zolariga tarqatilgan. Xulosa javobi bo'yicha kimda qanday fikrlar bor? Atosi uchun qabul qilinsin. Rahmat. Tasdiqlansin degan taklif ham kelyapti. Ilmiy kengash xulosasini tasdiqlash haqidagi taklifga munosabat bildirishingizni so'rayman. Qarshi? Betaraf? Yo'q.
Demek taraftarlar 13'te karşı yok, bir taraf yok. Bitta ovozdan kengash xulosasi tasdiqlandi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ruxsatlaringiz bilan yashirin ovoz berish natijasiga va bildirilgan fikrlarga asosan ilmiy kengash qarorini o'qib eshittirsam. Xorazm Ma'mun akademiyasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 02/30/07/2022 B 149/01 raqamli ilmiy kengash qarori. Xorazm Ma'mun akademiyasi huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 02/30/07/2022 B 149/01 raqamli ilmiy kengash Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi Allaberganova Kamila Sabirjonovnaning 03/00/06 zoologiya ixtisosligidan biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan kreskidoshlar kandalalarining biologik rivojlanishiga ekologik omillarning ta'siri mavzusidagi dissertatsiyaning rasmiy himoyasi va yashirin ovoz berish natijalariga ko'ra dissertantga biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berishga qaror qiladi va Oliy attestatsiya komissiyasi riyosatidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, yig'ilish qatnashchilari, yana bir bor Allaberganova Kamila Sabirjonovnani tabriklaymiz. Sizga keyingi ishlaringizga omad tilaymiz. Menga berilgan vakolatdan foydalangan holda tadqiqotchining ilmiy rahbari biologiya fanlari doktori professor Ganjayeva Lola Atarnazarovnani ham shogirdining muvaffaqiyatli himoyasi bilan bizni ham tabriklaymiz. İşlerinizden muvaffaqiyat. Yana shunday shogirdlarni ko'plab chiqarish bardavom bo'lsin. Endi yakunlovchi so'z talabgor Kamilaga marhamat. Now rejected. Endi himoya qilib bo'ldingiz. Marhamat. Yakunlovchi so'z sizga. Rahmat siz. Avvalambor bunday natijaga erishishimda katta hissa qo'shgan ota-onamga rahmat aytaman. Hamda oila a'zolarimga, shuningdek bakalavriat va magistrlik paytimdan beri ilm yo'liga chorlagan o'zini bilim va ko'nikmalari, maslahatlari, qimmatli vaqtini ayamagan ustozlarim o'tiribdi. Ustozim Ikrom Iskandarovichga va Ganjayeva Lola va o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, dissertatsiya ishimni ko'rib chiqib bergan, o'zini qimmatli vaqtini ayamagan opponentlarim Zoyeva Gulnora Saydaliyevaga va Qo'chqorov Abdulloh Takimovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamda ilmiy kengash a'zolariga, Xorazm Ma'mun akademiyasi jamoasiga ham chuqur minnatdorchiligimni izhor etaman. Shu bilan birgalikda meni qo'llab-quvvatlagan biologiya kafedrasi professor o'qituvchilariga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, o'tirsinlar. Bugungi ilmiy kengashimiz kun tartibiga tuzilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Kengash ishini olib borish bo'yicha qanday taklif mulohazalar bor? Yo'qmi? Endi avvalambor Qalandar Abdullayev sizga katta rahmat. Men bir zarur ishim bor vaqtda shuni meni boshlab berib olib borganingiz uchun. Bundan tashqari shu onlayn tarzda Ilhom Jumanazadovich sizlarga katta rahmat faol ishtirokingiz uchun. Sog' bo'ling. Muhammad Muratboyev sizga ham katta rahmat va onlayn tarzda ishtirok qilgan barcha kengash a'zolarimizga o'zlarimizning samimiy minnatdorchilikni bildiramiz. Shuningdek, bu auditoriyada o'tirgan sizlarga aynan ikkita rasmiy opponentimiz Gulnora Abduxo'p aka, sizlarga ham o'zlarimizning tashakkurlarimizni bildiramiz. Bu yerda o'tirgan barcha ilmiy kengash a'zolarimizga o'zlarimizning samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan faol ishtirok qilganingiz uchun. Hurmatli kengash a'zolari, shu bilan yig'ilish ishimizni yopiq e'lon qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Hurmatli hamkasblar, hammangizni kasb bayramingiz bilan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.
Elinizden tebrikleyin. Tebriklaymiz hammangiz. Tebrikleyin. Ben